Eshitaman. Assalomu alaykum doktor. Haligi aytgan bemorim hozir oldisiga kiradi. Kiraversin. Rahmat. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Sizni sog'ligingiz joyidami? Mazingiz yaxshimi? Sizni ustingizdan haligi siz kvartira turar ekansiz-da, kvartirada. Qishloqdan kelgansiz, kvartirada turasiz, shaharlik emassiz. Shu kvartirada turadigan ayol ustingizdan ozgina shikoyat qildi-da. Shunga sizni chaqirtirgan edim. Ha? Kvartirada turaman. Lekin nima muammo? Tinchlikmi, doktor? Ha, yo'q-da, tinchlik emas-da. Sizni o'zi sog'ligingiz joyidami? Organizmingiz joyidami? Bir oydan beri menga shu kvartirangiz egasi telefon qilib, iltimos, shu bolani bir tekshirib qo'ying. Nima bo'lgan ekan bu bolaga deb shundoq qildi. Xullas, gap bunday. Siz yoshligingizda chiqatingizdan operatsiya bo'lib, organlaringiz, biron bir a'zolaringiz o'zgarmaganmi? Hamma ichalaringiz, hamma joyingiz joyida turibdimi? O'zgarib qolmaganmish qilib, hamma joyim joyida, sog'lomman. Hech qatim kesilmagan. Operatsiya bo'lmaganman. Nima demoqchisiz, doktor? O'zi sizga nima dedi? Kvartiram egasi. Tushunmayapman sizga. Menga qara uka. Sen menga ko'zingni pelani ko'tidek qilib o'qiraymagin, tushundingmi? Agar sog'lom bo'lsang, organizming butun bo'lsa, odamning ham ichi-chavog'lari kanalizatsiya turbalariga o'xshaydi-da. U hojatxonaga kirasan-ku, hojatxonaga. Kirganingda sal presseli to'g'ri olishni o'rgangin, bo'ptimi? Orqangdan kvartiraning egasi ayol kishi tozalab yuraverib, mana shunday bo'lganidan uyalganidan doktor o'zi gaplashib qo'ying dedi. Tushundingmi? Chiqoq. Tushundim, doktor. Ha, shunday. O'zimga aytib qo'ysa bo'lardi-ku. Opa-ya. Shu shartmidi, opa? Sizga aytishga uyaldim-da, uka. Qarab yuring-da orqangizga. Tushunolmassiz-ku. Shu videoni pretselni to'g'ri ola olmasdan hamma yo'qni bejavoradigan chiqoq o'rtog'ingizga jo'natib qo'yasiz.